Aver avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Nexia 2 mashinasi 2008-yil 540 ming kilometr masofani bosib o'tgan 1.6 super bez konditsionerli variant okalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Tomdan pastda asfalt bo'lgan. Mashinaga to'rtta yaxshi archa balonlar qo'yib qo'yishibdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Shumkalar qilingan, salonlari ham zo'r holat turibdi. Multirol. Xo'p, video registrator mashinaga yaxshi xolevkordan ko'rli solingan. Tablo terilgan. Xo'p, monitorlar qo'yilgan, start stoplari bor. Xullas, mashina zo'r holat turibdi. Temir gaz balonli uстановка qilingan, texnik tomonlardan hech qanaqa muammolar yo'q. Mashinaga stage 2 programmalarga uncha 1.6 Nexia 2 larni yetkazmaydi deyaptilar ekanmiz. Xo'p, texnik tomonlardan hech qanaqa muammolar yo'q. Motor, korobka, hadovoylarda ham umuman ishlar yo'q ekan. Narxini sizlar mazza qilib menishingiz uchun bo'ladigan narxi $2950 baholanadi. $2950 ga 2008-yil minishga tayyor Nexia 2 mashinasi okalar.